Botir Qodirov Sherali Jo'rayevning o'g'li ekanligi tasdiqlandimi? Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Sherali Jo'rayev Botir Qodirovning otasi bo'lib chiqdi. Bu haqda Qalamburuz xabar berdi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo sudi da'vogari Qodirov Botir Sheraliyevichni javobgarlik Jo'rayev Shohjahon Sherali o'g'li va Jo'rayev Zohirjon Sherali o'g'liga nisbatan otalik tartibini belgilash haqidagi da'vo arizasini ko'rib chiqib, qaror qiladi. Da'vogar Qodirov Botir Sheraliyevichni javobgarlar Jo'rayev Shohjahon Sherali o'g'li va Jo'rayev Zohirshoh Sherali o'g'liga nisbatan otalik tartibini belgilash haqidagi da'vo arizasi qanoatlantirilsin. Marhum 2023-yil 4-sentyabrda vafot etgan Sherali Jo'rayev 1981-yil 5-mayda tug'ilgan Qodirov Botir Sheraliyevichga nisbatan otalik fakti belgilansin. 1981-yil 5-mayda tug'ilgan Qodirov Botir Sheraliyevichni Andijon shahar 1983-yil 11-marta 12-son bilan qayd etilgan tug'ilganlik haqidagi dalolatnomaning ota ustuniga Sherali Jo'rayev deb ko'rsatilsin, dedi sudya Lola O'tamboyeva. Uning aytilishicha, hal qiluv qarori 1 oydan keyin kuchga kiradi. Qarordan norozi taraflar shu sud orqali Toshkent shahar sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga apellyatsiya tartibida shikoyat qilishi mumkin. Shuningdek, Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymon va nomidagi Respublika sud ekspertiza markazi tomonidan taqdim etilgan xulosalarda yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan Adliya vazirligiga xususiy ajrim chiqaradi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.